Narxini necha pul qilib berasiz? $200 qilib beramiz aka. $200 14 kunlik Albatta. safarda $200 qilib berasiz. Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga ishonchli va garantiyali tur firma axtarib yuribsizmi? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga standart plus paketlari va komfort paketlarimizni to'g'ridan to'g'ri Toshkent va Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha Centrum Air bilan birgalikda parvozlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Muhammad Sulton bilan birgalikda davom ettiramiz. To'g'risi, hurmatli obunachilar, bu ukamizni birinchi marta ko'rib turibsizlar. Bu Nizomjon hoji akamiz ukalari o'zlari safarga ketganlari sababli ukalaridan to'liq ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Sultonbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aslbek, yaxshimisiz? Sizlar bilan qiynalmasdan. Allohga shukr. Hozirgi kunda Sultonbek ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan biri bu: safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Sayohat va ziyoratlar va qachon qayerdan reyslarimiz bor? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, aka, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 10 dan ortiq ziyorat joylariga, qadimiy joylarga olib boriladi. Ham Qizil dengiz sayohati ham bo'ladi aka. Xudo xolasa. Xo'p, Farg'onadan, Namangandan va albatta Toshkentdan reyslarimiz bor aka. Farg'onadan aka standart va komfort paketlarimiz bor. Qabullar boshlangan. Albatta. Xudo xolasa. Ya'ni Farg'onadan kunda kunora reyslarimiz bor. Albatta aka. Bundan tashqari Namangandan ham bor va Toshkentdan ham kunda reyslar bor. Albatta aka. Bemalol. Xo'p, standartda bas, komfortda boraman degan obunachilarimiz bo'lsa, aka 27 Farg'ona Jidda bo'yicha komfort paketimizni ham qo'yganmiz aka. Ya'ni komfort paketimiz hammasi ham shart-sharoitlari qulay. Qulay joyda joylashgan lokatsiyali mehmonxonalarimiz ham bor aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarni bron qilishlaringiz mumkin azizlar. Safarimiz 3 kun Madinada, 11 kun Makkada. 2 mahal Madina shahrida o'z ovqatimiz va Makka shahrida 3 mahal. Bu standart plus tarifimiz. Standart plus paketimizda, ya'ni o'zbek milliy taomlari bo'ladimi? Albatta, o'zbek milliy taomlari. Diqqat soling, o'zbek milliy taomlari. Hurmatli obunachilar, albatta mana shu Centrum Holidays bilan birgalikda borib kelgan yaqinlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyda mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyda yozib qoldiring. Ya'ni Centrum Holidaysdan qanday sharoitlarga borib keldingiz va shart-sharoitlari qanday bo'ldi? Shular haqida berib o'tib ketsangiz, kelgusida bormoqchi bo'lib yurgan ziyoratchilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz va borib ko'rishsa, ya'ni mana shu sizning fikringiz ham bizga ham juda ham muhim bo'ladi azizlar. Albatta ekrandagi raqamlar qoldiramiz, bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Musofirdan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz Telegram, WhatsApp va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, Sultonbek, yana bir narsa ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi. Ya'ni sayohat va ziyoratlarga nima kiriladi? Madinada qanday sayohat ziyoratlarimiz bor va Makkada qanday sayohat va ziyoratlarimiz bor? Shularni ham bir qator obunachilarimizga aytib o'tib ketsak. Xo'p, albatta, Arofat tog'iga olib boriladi. Muzdalifa, Uhud tog'i, albatta Ravzaga olib kiriladi. Xurmo bog'larida oshlari, rojihiylari va albatta Qur'on bosmaxonasiga olib kiriladi. Ya'ni mana shu sayohatlarimizni o'sha 14 kun safar mobaynida mana shunday ziyorat va sayohatlarga ham olib chiqiladi. Albatta. Xo'p, tushunarli. Hurmatli obunachilar, to'g'risi ming bor uzr so'rayman. Sultonbek kameraga endi birinchi marta tushib turibdi, shuning uchun sal hayajon bo'lishi mumkin. O'zi bilgan narsalarni ham kamerani oldiga kelganda to'g'risi hayajonlantirib qoladi. Shuni ham bir inobatga olib qo'yasizlar. Albatta ekranda raqamlar bor, bemalol bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va joylarini bron qilinglar. Hozir aytib o'tib ketgan safarimiz, ya'ni standart plus paket, bu. Albatta, bundan tashqari komfort paketimizni qulayliklarini ham bir qator aytib o'tib ketasiz. Komfort sharoitlarimizga keladigan bo'lsak, Madina-yu Munavvarda 50 metr bilan 100 metrda oralig'ida joylashgan, shinam joylashgan mehmonxonalarimiz, Makka-yu Mukarramada esa 800 metrdan 1 kilometr 200 metr oralig'ida joylashgan shinam
lokatsiyali mehmonxonalarimiz. Ha, ya'ni demak piyoda ham borishlari mumkin. Albatta. Bundan tashqari avtobus xizmati ham yo'lga qo'yilganmi? 24/7 transport xizmatlarimiz ham bor. Aha, demalol xohlovchilar piyoda, xohlovchilar avtobusda borib kelsa ham Albatta. bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bu komfort paketimiz bo'ladi. Ya'ni komfort paketimiz hozirgi kunda 27-yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri parvozlarda eng qiziq joyi, hurmatli obunachilar, inshaalloh birgalikda safar qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni 27-yanvar kuni Asilbek o'z kanali admini, ya'ni men Asilbek birgalikda siz obunachilarimiz bilan inshaalloh Madina ziyoratlari va Makka sayohati ziyoratlarida ham birgalikda 14 kun mobaynida birga ibodat va ziyoratlarni qilib kelamiz. Agarda men bilan birga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'laninglar va joylarini bron qilinglar azizlar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Joylar soni juda ham kam qolib bormoqda. Xo'p, Sultonbek, yana bir narsa, hozirgi kunda kulminatsion jarayon bu narxi. Ya'ni hozirgi kunda obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan eng ko'pi narxi qancha? Ya'ni hozirgi kunda standart plus paketimizning narxi qancha va komfort paketimizning narxi qancha bo'ladi? Standart plus tarifimiz aka 1035 dan. Aha. Komfort paketimiz esa 1075 dollardan chiqqan. Xudo xolasa hozirgi kunda shunday belgilandi. Albatta, siz obunachilaringiz chiqsa aka, undan ham chegirma qilib beramiz. Ha, yana agar Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga yana bonus chegirma qilib beramiz. Chiroyli chegirmalarda qilib beramiz Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va aloqaga chiqing. Yana bir narsa, ya'ni 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga ularning narxini necha pul qilib berasiz? 200 dollardan qilib beramiz aka. 200 dollar 14 kunlik Albatta. safarda 200 dollardan qilib berasiz. 14 kunlik ibodat bo'ladi. Ha, ya'ni o'sha 200 dollardan yosh bolalar uchun qilib berasiz. Albatta, Xudo xolasa. aka. Hurmatli obunachilar, bu 2 yoshgacha bo'lgan bolalarimizning narxi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, videoda mana shu joygacha ko'rgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun juda ham katta rahmat deymiz. Sababi, Xudo xolasa siz obunachilarimizga yana ham qulayliklar qilishdan to'xtamaymiz. Standart plus paketi agarda vizangiz bo'lsa 935 dollardan, komfort paketlarimiz 975 dollardan. Agarda vizangiz bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Albatta, aka. Niyatdan manzilgacha ishonchli hamroh. Centrum Holidays. Rahmat. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Asilbek uz kanali doim ishonchlisini tavsiya beradi. Rahmat hammaga.